Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңlar Шинжаң Халық нәшрияты 2000 жылы 1 айдан нәшр қылған роман Или толқынлары. Авторы Абдурахман Қахар. 1 қысым. 15 бап. 2. Davamı. Hücum başlandı. Babişning timiga yer beg'irlab yaqin kelib qolgan partizanlarni o'gizidagi qarovul ko'rib qoldi va ansiz varqirab o'q chiqardi. Buning bilan hammadan burun batalyon komandiri uyg'onib ketdi-da, o'rnidan chachrab turdi. Uning xiyoliga darrov qo'mondonning topshirig'i keldi. U bu yoqqa mangadigan chog'da qo'mondon uningga olti o'g'rini yo'qotib, g'alaba bilan qaytsangiz shuhratingizning, martabangizning qanchalik o'rlaydiganligini esingizda ching tuting, degan edi. U tapanchisini yalang'ochlab tutqunicha belini mukchaytib, o'qlar vijildab o'tayotgan cho'ng hovliga chiqdi. Babishning timiga shiddatli hujum bo'layotgan chog'da Nodam, Botir G'ozi boshliq 5 nafar razvedkachi tosh davanda edi. Ular yo'lga yaqin yo'g'on tosh yinida yetib olib, yo'lni va yiroqlarni kuzatib turishadi. O'q ovozlari, gumburlashlar ochiq anglanib turadi. Urush sharoitlariga ko'nikib qolgan odamlarga qonliq urushlar kundalik turmushdagi tirikchilikdek o'lim purab turadigan har bir minut odatdagi bir ishdek bilinadi. Ular o'qlar orasidami tirikchilik, umr va uni qandoq o'tkazish haqida o'ylayveradi. Nodamning ko'z oldiga yezisi, onasi, inisi, boyning qorosi, Anvar apandining yotiqi, kevirning bir eg'izliq kichik uyi va boshqalar kelishga boshladi. Jafokash yezliqlarim, deb o'yladi u. Mening otam ham onam, ular ajoyib odamlarni yetishtirgan. Ularning ichida ko'pchilikning yig'isini yig'lab, maydonga chiqib, mardlarcha o'lganlarmi bor. Zamonning o'ngshalmaganligidan ichi qaynab, savdoyi darvish bo'lib ketganlarmi bor. Biroq bundaq ishlar bilan hech ish hosil bo'lmadi. Kishilarning jafoliq turmushi burunqi qilibda qilaverdi. Zulmatlik jamiyatdan iborat qiri qarayog'ashni tavratgan bo'lsimi, yiqitolmadi. Nimishqa yiqitolmadi? Anvar kamning aytqini to'g'ri. Ular ching birlasholmadi. Oxir biz uyushdik. Jondan kechmagicha jononga yetkili bo'lmas deb uyushdik. Qo'limizga qurol oldik. Jafokash xalqimiz bizga zo'r umid bilan qarab turdi. Ularning umidi tushunishlik. Biz uni oqlaymiz. Tanglikni, ozodlikni sig'ingan, orzu qilganlarning tashnaligini qondirish uchun kurash qilamiz. Apam mendan ansirgandi, lekin ishimdan rozi bo'ladi. Hozircha tushunmaydi. Baribir tushunadi. Men kimning o'g'li? Albatta apamning. Bu torliq qiladi. Yizamning, davrning, inqilobning. Apamni qadrlayman, hurmat qilaman, lekin tushunmaslikdan oyg'imga esilib olsa bo'pti deb jangovar sapdan tushib qolamdim. Undaqda qandoqmi davrning, inqilobning o'g'li bo'laman. Kichikkina inim amdi boshqacha odam bo'lib yetishidi. Xo'rliq ko'rmaydi. Boshqalarning bozaq qilishiga uchramaydi. Baxudak o'qiydi. Biz tutgan miltiqqa varislik qildik. Anvar apandi aytgan Sovet ittifoqidagidek kambag'allardan yetishib chiqqan olim bo'ladi. Bizning ichimizdami ni odamlar dunyoga keladi. Texi yaqindala boyning qorasida u ishqa buyurilib, bu ishqa buyurilib yurgan malay edim. Mayli, buningmi o'kinmayman. Ochiq chuchuk ishlarni beshimdan kechirdim. Shunga dematliklarimdan burunroq o'yg'andim. Aqtambayning boyligi bilan o'zimizning gadoyligimizning sabablarini o'ylab baqdim. Anvar kamning yotiqida, Kibir kamning uyida buning sabablarini tushunishga boshladim. Anvar kam mening qorong'u dilimga chiroq yoqdi. Oq qorni farq qilishga boshladim. Beshimizga tushayotgan kulfat, dard alamlarning sabablarini tushunishga boshladim. Bu tangsiz jamiyat bizni qanchalik bozak qilmadi? Chirikkimi, amaldorg'imi, boshqasig'imi bozak bo'lishimizning sababi mustabid hokimiyatning yelkimizni besib turganligida deganni shu yotoqda tushundim. Hayot degan ajoyib narsakan. Burun kim edik? Amdi kim bo'ldik? Qani, amdi peshonimizga beri tak qilib chekib boqsinchu? Yo'q, jini on emas. U o'z xiyollaridan o'zi hayajonlanib, ko'zlari o'tdek yenib ketdi va oldidagi keng ketgan bo'shliqqa nazar soldi. Uning diqqati amdi daryo yoqsidagi to'qayliqqa markazlashgan edi. Daryoni bo'ylab uzundan uzunga so'zilgan to'qayliq kechining qora pardasi ostida ajoyib surlik ko'rinadi.
u yoqda etishish bo'layotdi. Aralab osmonda yalt-yo'lt qilib o't paydo bo'ladi. Turibla qattiq guldirlash, partlash anglanadi. Osmondan yelandek qushildab o'q uchib o'tadi. Nimadir tutab ko'yatdi. Bizmi ashu urushqa qatnashsaq bo'ladi. Qo'llarim qichishib ketib bordi, dedi Botir G'ozi u tarafga qarab. Meningcha amdi dushman o'tmaydi. Yotqinimiz bekor. Nodam kulimsiradi. Bu gaplaring to'g'ri emas. Har qaysimiz o'z o'rnimizda turmasak bo'lamdi. Bir yerga yig'ilib olsak, kuchlik dushmanning bo'ktirmasiga tushib qolamiz. Bizning vazifamiz u yerda jang qilayotganlardan kam emas. Biz atirtimizning ko'zi, quliqi, mushundaq har xil ko'zga ko'rinmas vazifalarni ado qila olsak, kuchimizni saqlab qola olamiz. Kuchlik dushmanimizni mo yenga olamiz emasmi? Nodam shu so'zlardan keyin ko'zini qo'yuq to'qayliqlardan ilib qizg'ush tamlar bag'riga tashladi. Botir G'ozi xili jimjitlikdan keyin o'ylangan holda yana gap boshladi. Turmushda kishiga nurg'un narsalar, hodislar duch keladi ekan. Shuning qarab kishining tonishi, ko'z qarashlari asta-asta o'zgaradi ekan. Men gimnaziyaga kishilar bilimlik bo'lsa, boshqalarga bozak bo'lmaydi degan qarash bilan o'qishga kirgan. Lekin 2 yillik hayot meni o'zgartiribdi. İstibdat hakimiyet her bir bilimlik adamlarını bozak qila olganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Nurg'un tajribalardan qo'limizda mushu qurol bo'lsa, hech kim bizni bozak qila olmaydiganligini asta-asta bilib yetdim. U Nodamga qarab dedi. Albatta, senda shunda qarashlar, o'zgarishlar bo'lgandi. Meningmi sinikiga o'xshab ketadi, dedi Nodam o'ychan ko'zlari bilan uningga qarab. Balalik chig'imda bizningmi yerlarimiz, at harvalarimiz bo'lsa, opam ikkimiz kishilarga sarg'aymay kun o'tkazatdiq deb o'ylaydim. Keyinroq boylarning xo'rlishi menga bek ta'sir qildigan bo'ldi. Shu chog'da mushular yo'qolsa, jahon kambag'allarga keng tasha qoladi ekan-ku deb o'yladim. Lekin ular hargiz o'zligida yo'qolmaydi ekan. Ularning o'zini qo'g'daydigan quroli, hukumati bo'ladi ekan. Shunga ularni yo'qotmay bo'lmaydi ekan. Mana qara, Botir G'ozi, ata-bovlarimiz, qarindoshlarimiz dard alam, hasrat nadomat bilan olamdan o'tdi. Bizning ishimiz ularga yig'lash, ichinish, ularni aslab xotirlab turish emaskan-ku. Buning uchun qo'limizga qurol elib, ashularni bozak qilganlarni yo'qotsak, ularga haqiqiy ichingan, ularni haqiqiy xotirlagan bo'lmizkan-ku. Mana biz hozir urush qilyapmiz. Ehtimol hayot qolarmiz yoki o'larmiz. O'lsak hech qancha ish emas. Ig'iri birər maqsad arzuning bo'lmasligida. Qisqasi, har bir partizan bir kichik urushdimi, men nima qilaman, vazifani qandoq ijro qilaman, dushmanni qandoq yo'qtiman deganni o'ylig'ini tuzuk. Ikkisi jimjit holda ko'zlarini bir nuqtadan olmay turib qilishdi. Nodamning so'zidan Botir G'ozi hayajonlanib mundoq dedi. Men hozirgacha 5 go'mindonchini otdim. Yana 10 ni etib o'lsam armanim yo'q. Men hayotga to'ymayman, dedi Nodam jiddiy holda. Mening armanim nihoyat ko'p. Qani, sen aytqina, odamning kuchi nimada? U saptishiga yenicha qaradi. Odamning kuchi, dedi Botir G'ozi darhalla, bir maqsad uchun iroda tiklishida. Shundoq, dedi Nodam. Iroda odamning qilgan ishlarida ko'riladi. Sen dunyoga kelib qanchalik ish qila olading? Bugungi xalqimizlar emas, kelgusi avlodlarimiz seni as-sugida ish qila oldingmi yo'q? Buning uchun texi nurg'un ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Kunlarimizni ma'nilik o'tkaza olsak, keyin pushaymon qilmaydigan baxtli odam bo'lamiz. Biz hozir baxtli odamlarmiz. Chunki qo'limizga jur'at bilan qurol elib, dushmanlarimizni etyapmiz. Urush tugagandan keyin yana nurg'un ishlarni qilamiz. Armonlarimiz bek ko'p, Botir G'ozi. Tuyuqsizlar qiyoqas cho'qan ko'tarilib ketdi. Ular shu tarafga boshlarini so'zishib qarashdi. Qochdi, davatdi Botir G'ozi hayajonlanib. Daryo tarafga qochgan bo'lishi mumkin. Ha, endi qolg'ini suvda o'ladi, dedi Nodammu hayajonlanib. Qiyoqas cho'qan texmu qattiq anglanmoqda edi. Bu qiyoqas cho'qanga tantana qilayotgandek daryomu qahr bilan sharqirmoqda edi. Subhi ko'tarilib atrofga ajoyib go'zal oqush nur taralmoqda. Soğuq tağ şamili yenik gürkürmekte. Bir pasdan keyin etishishlarmu, qiyoqas cho'qanlarmu besilib qoldi. Atrof asta-asta yorib ketdi-da,
hamma narsa ochiq ko'rinishga boshladi. Ularning qimirlamay dum yotganiga 1 soatdan oshgan. Ular endi muzlashga boshlagan edi. Botir G'ozi ana shu chog'da o'zlarining xilidan buyon bir nima yemaganligini esiga oldi. Muzladingmi? dedi u. Qani amsa, qo'rsoqlarimizga ozroq bir nim berayli. U tunugun beliga tugib olgan pishiq kala go'shini oldida yog'liqini yeshib o'ttirg'a qo'ydi. Mayliq yerini manga qo'yib yevergin, dedi u. Mayliq go'sht bizga yoqmaydi demsan, deb chaqchaq qildi Nodam bir parcha mayliq go'shtni qo'liga ilib. Ular go'sht bilan qo'rsoqlarini yerim yota to'yg'izishib, o'rinlaridan turishdida Babishning timi ochiq ko'rinadigan yerga keldi. Bo'yinlarini so'zishib shu yoqqa qarashib, Babishning timi atrofida va daryo yaqinlarida yotgan o'liklarni ham o'liklar ustiga o'lishib olgan son sanoqsiz qag'a quzg'unlarni ko'rishdi. Nodam bu atrofga 3 razvedkachini qoldirib, Botir G'ozi bilan billa Tiliga tog' bag'ri bo'ylab yuqoriga mangdi. 16-bob 1. Qosh qaraygan mezgilda chaqmoq guruhisi yo'lga chiqdi va tog' orasidagi yolg'iz oyoq yo'l bilan yurib ketdi. Nodam topshiriqqa asosan atrofga toza zan qo'yib, ko'rganlarini esda qoldirishga tirishib ketib boradi. U jiddiy paytlardimi onasini, yolg'iz enisini pat-pat o'ylab qo'yadi. Ular qochgandan keyingi onasining ahvoli uningga qorong'u edi. Anvar apandining Nodam, G'oyit, Kibir, Jamoliddinlarni boshlab qochganligi ma'lum bo'ldi. Ofitser Mansur Shanyoni "Samon qo'soq" deb tilladi va "Seni so'ltivitaman" deb hayva qildi. U g'azabini besish uchun birda Shanyoni, birda chiriklarni tilladi, silkidi. Ahtambayning kechki mazalik g'izosidan keyinla ochiqi bir oz yondi. Ular shu oqshimi Ahtambayning hashamatlik sarayida qo'nib qoldi. Ammo yerim kechagacha parang qilishib chiqdi. Ofitser vaziyatdagi tez o'zgarishlarni, Nilqa tog'larida paydo bo'lgan voqealarni so'zladi. Ahtambay bilan Mansur Shonyu anglagan mish-mish gaplarning hukumat odamining og'zidan chiqayotganligidan uning rostligiga mana amdi ishondi. U hozir nurg'un odamlarning Nilqaga qochib berib, qo'zg'olonchilarga qo'shilib, hukumatga qarshi harakat qilayotganligi, shunga kechalari to'plashib parang qilishadigan payli yomon odamlarga diqqat qilishning lozimligi, Anvarlarning yo'qolib ketishi Nilqaga ketganligining belgisi ekanligi haqida so'zladi. Mana bu ishlar ofitserdala emas, boshqalardimi bir xil vahima qo'zg'ab qo'ydi. Ofitser shu ishlarni o'ylab, boshqalar qattiq uyquga ketgan chog'dami, o'zi qo'rqib uxlayolmadi va uxlamay degidek bir kechani o'tkazibdi. Tong oldida u uyqusi kelmaganligi uchun oshxonaning eshigini qoqdi. U yerda Hurliqa yotadi. Oqshom ofitser uni ko'rib qolgan edi. Hurliqa eshikni ochdi va ofitserni tonidida vujudi g'azab bilan nafratdan titrab, uni butun kuchi bilan maydasidan ittiribdi. Buni kutmagan ofitser texmo ralli bo'lib sapralashib ketdi. Bir kundala uning ko'zlari o'ltirishib ketgan edi. Ertasi atganlik choydan keyin u Gulpamxonni bu yerga chaqirib kelishga odam avatdi. Aslida u faqat Anvar apandinila tutishga chiqqan edi. Lekin hozir uningga 4 kishi qo'shilib qochib, ish texmo cho'ngib ketgan. Amdi shaharga qaysi yuzim bilan kiraman? Qini desa nima deyman? Bashaylan biraqliq qochibdi deymanmi? deb o'ylaydi u. Shu asnoda chaqirilgan Gulpamxon navrisini yetilab yetib keldi. Hovlida so'roq qilish yana boshlanib ketdi. Go'mindang ofitserining o'ng so'li o'chgan edi. Ammo Ahtambay chiroyini ichib, Mumayga tushundirib so'zladi. Bular hukumat odamlari. Aslida bularga heliqi Anvar apandi kerak ekan. Biroq u bizning Nodamni billa ilib ketibdi. Sili ularning nega ketganligini aytib bersizlar bo'ldi. Nodamni hech nima qilmaydi. Oqshom uqishmaslik bo'lganga o'xshaydi. Gulpamxonning ochiqi tarqalmagan edi. Oqshomqi so'roqda yegan tayiqi uning g'azabini keltirayotgan. Dardni bergan Xudoyim, darmonnimi qo'shib bermamdikan, nimanchimi qo'rqoq bo'lib ketdim, deb o'ylagan edi. U shuning uchun yuraklik so'zlashga boshladi. Men balani sizlarga topshirgan, haftalab uyga kelmaydi. Kichikkina jini bilan cho'ng odamning ishini qilyotidi.
Balaning nega ketganligini sizlar bilmay, men nädin bilay? Әхтәмбайның тәри түрілді. Мән күзәтчі әмәс, оны сақлап олтырдыған. Балыны қачыр өтіп, маңа есліватқыныны қармамдыған. Менің балам нем гунай үшін қачыды? Баламны yo'qtib өтіп, әмдізе маңа дөңгімәкчі мо? Balamның өлікі мо, терекегі мо сілейге? Мән оны сақ тапшырған. Сының балаң, dedi Әхтәмбай heyvə qilib. Hayvan emas, boynidan bağlap qo'ydigan. İki puti bor, ko'zi bor. Nima ishlarni qilib yurganini bilamsan? U harmi hukumatga qarshi chiqish uchun qochqanligini sen bilmamsan? Gulpamxonning mana amdi qini qizib, g'azabi teximi o'rildi. Sen bilmaydigan bo'lib qoldingmi? O'lgidek ishiltishni xuy bilasan. Senda insof bormi? Odam bolasi sendek qu, ilgar bo'lamdi. U butun dardlarini to'kishga boshladi. Vay Әхтәмбай Rahimdil desa ishinib yuribdiman. Sen Rahimdilma, balamni ishiltib, quruq ustixon qilib qo'yding-ku. Voy, kishining tashmay qinini sho'raydigan yovuz bo'ri. Top balamni, nega yo'qotding? Bay tipirlab terikib Gulpamxonning yoqasidan olmoqchi bo'lib kelgan edi. Uninggacha ofitser Gulpamxonning oldiga devaylab keldi. Ey, jaddal qiri, sen balangni qochirib o'tib, yana boshqalarga tuhmat qilasan-ku. Dedi de Momayning yoqasidan oldi. Etamsan yo'qmi? Hozir jinini olaman. U tapanchisini qapidan sug'urib oldi. Gulpamxonning nevrisi Odiljon qo'rqib yig'lab ketdi. Voy Moma, jinim Moma, ju ketimiz. Et, balang nerede? Men seni bog'lab ilib ketaman. Momayning ko'ziga hech narsa ko'rinmay qolgan edi. Ot, qonxo'rlar, ot. Nadir balamnimi senlar otgan eding. Menimi ot. Bu dünyanın xorluqlarını əmdi körməy ketək. Ata meni. Momay ularning oldiga 2 qadam çamdidi. 2 askar buyruq bo'yicha Momayni bog'lash uchun oldiga yugurib bordi. Naq shu chaqda kutilmagan bir ish bo'ldi. O'rliqqa peshayvonga yugurib chiqdi-da, askarlarning oldini to'rab, "Momayda nima gunoh? Ularni men qochirib etdim", dedi. U ofitserga g'azab bilan tikilib, hech o'ylamagan yerdan chiqqan bu gapga ofitserning zardisi o'rlab, Momayga tanglagan tapanchisini amdi Hurliqaga tangladi. Buni ko'rib, Hurnisaxonning jon pini chiqib ketdi va sug'urdak chirqirab ofitserga etildi. Әхтәмбай nima qilarini bilmay, dong qetib turib qoldi va taslikda ayolini tutib oldi. Ofitser ishonchlik bu odamlarda, ishonchlik bu ho'ylida yuz berayotgan bu g'alati ishlardan qattiq cho'chidi. U o'yladi, endi ish cho'ngib ketsa, oqshomgi Momayning ho'ylisidagi so'roqdikidek odamlar dukurlashib kirsa, ular ho'miyib qarashsa, balki hammasi bizga biroqla yipsa qandoq qilg'uliq? Bularning changildan aman qutulib ketgili bo'lamdi. Bu nodon, vahshiy xalq terimizni ta'tir so'ymasa yana. U o'zining xiyolidan o'zi cho'chib, chiroyida qon qolmadi va Әхтәмбайga bir alaydida qo'lini qattiq silkib uyga kirib ketdi. Mana bu ishlar nodamga qarang'u. U onasini o'ylaydi. Uning ko'z oldida parishon onasi doim gavdilanib turadi. U o'z-o'ziga yana pichirildi. Apa, meni nay ketgando deb o'ylayotgansan. Terikmidu, o'lganmidu deyotgansan. Yo'q, apa, men o'lmadim. O'g'ling o'lmaydi. U qo'lida qurol ilib dushmanga qarshi kurash qilyotidi. Seni va jafokash xalqini ozod qilish uchun vijildigan o'qlar ichida olg'a ilgirlayotidi. Xotirjam bo'l, apa. Pat yaqinda oppoq tong otidi. Shu chog'da sen bilan quchoqlashib ko'rishiman. Uning qalbi hayajonga to'lgan, ashu tongga bo'lgan taqozzoliq va ishonch vujudini chulg'ib olgan edi. Uning ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. Razvedkachilar cho'ng qora suvga yaqinlab keldi. Mana itlarning havishgan ovozi anglanishga boshladi. Ular otlarini taraslatib choptirib, egiz do'ng ustiga chiqdi va mahallaga ko'z tikkanicha turib qilishdi. Ko'mirdek qorong'u kecha. Pastlikka joylashgan mahalla texi yengila uyquga cho'kkan. Mahalla go'yo tog' suyining bir xil sharqirishida yenik tavrinayotgandek ko'rinadi. Razvedkachilar otlarini mahallaning chetidagi bir eski tomliq ichiga bog'lab qo'yishdi-da, o'zlari to'rt atrofni yaxshi kuzatgandan keyin o'stang bo'yiga keldi. O'stangning ikki yiqi qo'yuq dal daraxtlar va o'skilang o't cho'plar bilan qoplangan edi.
Nadam razvodkichilarini atrofni kuzatib kelishga avatdi. O'zi bo'lsa Botir G'ozi bilan tog' tarafga ketgan bir kichik ko'chaga kirdi. Ular ko'chaning oxiridagi bir qo'rining oldida to'xtadi-da, asta shap chiqarmay ikki baldoqli qo'ridan yingishib tushdi. U yer bu yerlari o'rilib ketgan pakar tamliq bu kichik qo'ri jimjit edi. O'giziga besilgan o't cho'p, ocha yog'ochdan yasilib, bulunga tiklab qo'yilgan ara, kichik aynaksiz penjeraga torab qo'yilgan tangna bu qo'rida odam borligidan derak beradi. Ikkisi to'rt tarafga birdam qarab turdi. Uy ichi jimjit, faqat yenik pushildigan bir xil ovoz anglanib turadi. Nodam Botir G'oziga eshikni sharat qildi. Botir G'ozi eshikni asta chekdi. Uy ichidagi pushildigan ovozmi yo'qoldi. U xuddi shartlik belgidek eshikni yana chekdi. Kimsan? Kimningdir birining asirg'anligi tashqirga oshkora anglandi. Birdamdan keyin pichirlashish boshlandi. Uy ichidan chiqqan ovoz buvayning ovozdek qildi. Biz, dedi Botir G'ozi. Biz, qo'rqmang. Biz degan kimdi bu kechida? Buvayning qo'rqish kayfiyati ichidagi g'udung'ishgan ovozi anglandi. Uning mundoq dakka dukkiga tushib qolishi sababsiz emas edi. Chunki u tunugun tushdan keyin mahallada kishi qo'rqqidek ishlar bo'lib o'tgan. Go'mindangning bu yerga tushgan qo'shinlari kelibla mahallani beshiga keydi. Butun uylarni oqtirib, china qochlarni urib sundirib, hammani teripirang qilyapti. Qarilarning saqildan tutib, balangni top deb yuzlariga tukirdi, urdi. Mo'maylarning oppoq sochlariga changal silib, no'qidi, dushkalidi. Qarshilik qilgan yoshlarni shu yerdala etib tashladi. Ba'zilarning mollarini bulab achiqib so'ydi. To'xu, ödek g'azlarni kallasini uzib tashlab yung'izladi. Bovay mo'maylarning nolalariga, balalarning yig'azlariga, ayollarning echinishliq dod faryodiga qaramadi. Bu mahalla bino bo'lgandan beri mundaq xo'rliq, vahshiylik, yovuzlikni hech kim ko'rmagan edi. Qo'rqmang ota, biz Nizomiddinning odamlari, dedi Botir G'ozi eg'izini eshikning yo'chqiga yiqib turib. Qarsuluqlar uchun Nizomiddinning odamlari kimlar ekanligi ayon edi. Buvayga qaytadan jon kirgandek bo'ldi ehtimalim. Chiroq yoqsangchu, degan ovoz anglandi va uy ichi sus yo'ridi. Buvay eshikni ochdi. Nodam bilan Botir G'ozi uyga kulimsirab kirib keldi. Har ikkisining bo'ynida avtomat, bellaridagi tasmasiga uchtandan qator qilib granatlar eslagan edi. Shalang saqalliq o'ruq buvay ikkisini ko'rib texmo jonlanib ketdi. Mo'mayningmi qo'rqinchi tarqalib ketgan edi. Ahvolingiz yaxshimi ota? Dedi Nodam buvayning qo'lini tutib illiq kulimsirab. Ya Alloh, sizlarni ko'radigan kun bo'ldi-ku. Qani, yuqoriga chiqinglar, yuqoriga, dedi buvay ichilib. Mo'maymu paypatak bo'lib, o'rin ko'rpalarni yig'ishtirishga boshladi. Avar bo'lmang apa, dedi Botir G'ozi. Biz oldiraymiz. Sizlar bilan bir oz so'zlashgili keldik. Nima? Yan ketamsizlar? Nodam dedi. Mashaga go'mindonchilarni keldi deb angladik. Biz shuni bilgili kelgan. Biz buvay ittikla so'zlab ketdi. Keldi, bolam keldi. Bir balo qazo keldi. Ashu do'ngdiki Akovka bayning cho'ng ikki qorosiga tushdi. Shu yerga joylashdi. Shundoqmi? Shundoq bolam. Kelibla 6 o'g'riga qo'shilganlar bormi deb surishtirib ko'rmagan kunni ko'rsatdi bizga. Mingbay zanga ularni keyniga silib, Udul Muhammad Chalning uyiga apardi. Uning bolasi sizlarga qo'shilib ketgan emasmidi? Bildigansizlar uni, iliqi o'g'loqchi Janot shu. Ular uning kimligini bilmasmi? Buvayning ko'ngli uchunla. Ha, bilamiz, deyishdi. Dunyoda mundaq mutashurak odamlar bo'ladi ekan, dedi buvay so'zini davomlashtirib. Chalni balangni top, uyga qachon kelgan, nima degan deb esib qo'yib urib, bosh ko'zni qip-qizil qoniga bo'yvatdi. Jonning chiqmiqimi tasgan, urilgan tayoqning haddi hisobi yo'q. Bechorani chala o'lik qilib tashlavatdi. Mo'may ko'z yoshi qilishga boshladi. Buvayning ko'ngli buzilib, ko'zlaridan yosh agidi. Shundoq ota, dedi Nodam qopqini silib. Bu jallodlarning xalqqa ko'rsatmagani oz qoldi. Ularning qilmish atmishlarini necha kun so'zlabmi tugatalmaymiz. Bular buvay bilan Mo'mayga tasalli berib, ularni xotirjam qilishga o'tdi. Biz sizlarning o'z farzandinglar. Biz
Aşu zulümga, horluqqa chidamay atlanıp chiqdiq. Bu qanxorlarni əmdə çoqum yo'qdimiz. Barakallah balalarim. Shundaq qilinglar. Bizning ko'z yeshimiz quriydigan chaqlar kelar əmdi. Albatta keladi, dedi Nadam ko'tarangi ovoz bilan. Ata, ular mashinada keldimi? Mashinada keldi. Qanchalik mashinadir? Voy balam, uni sanag'ili bo'lamdi. Odam yeydigandek qilib tursa, nurg'un mashina, nurg'un. Nadam bilan Botir G'ozi o'rnidan turdi. Botir G'ozi, sizlar xotirjam etinglar. Ular bu yerdan yo'tkilib ketguncha biz kulini ko'kka so'rib o'tamiz, dedi. Shu so'zlar bilan ko'ngillarida qandaqdir bir ishonch paydo bo'lgan buvay bilan mo'may ikki razvedkachini ko'chagacha uzitib chiqmoqchi bo'ldi. Nadam kayniga burilib sharat bilan ularning yo'lini to'ridida unsiz chiqib ketdi. Davomi bor.